barchaga salom sizlar man o'sha Asmatboy. Короче, bugungi videoda biz qanaqadir qishloq topib so'kkan. Feruz salomlashib qo'ying. Hammaga assalomu alaykum. Smartphone obunachilari, men ismim Feruz va hozir qandaydir qo'rqinchli qishloqqa keldik. Aynan mana shu qishloq topib sarguzasht boshlab. Короче, hop. Feruz bilan birga keldik bu yoqqa, hamma yoq jim. Feruz nimadir sezmayapsizmi? Ko'nglim nimadir sezyapti. Bu yerda nega villagerlar yo'q? Menimcha men hozir bu yerdan yurib qochib ketaman. Voy, bile. Hop, mayli yuringchi. Hop, quduq qoldigan. Negadir atrof jimjit. Shoshmang. Negadir atrof. Feruz. Bular nima bo'ldi? Skletlar. Nimadir g'alati. Hoy, Smart. Qayoqqa shoshyapsan? Bu yerdan ketishga tezroq. Yo'q. Ana u kim bo'ldi? What the fuck? Yurchi. Siz kimsiz? Assalomu alaykum. Men sizlarga bu qishloqni tiklashga yordam beraman. Qishloq. Sizlarga meni yordamim juda kerak deb o'ylayman. Ha, kerak. Ko'rinishidan ko'rinib turibdi. Bu qishloqga nima qo'ygan? Aytolmaysizmi? Nega shikillar yo'q? Bu narsa sir saqlanib keladi. Va begonalar bilmashi kerak. Xo'p, sizlarga meni yordamim kerak, shunday emasmi? Ha. Bo'lmasa tezroq ishimizni boshlaymiz. Bu skeletlar odamnikimi? Odamning yo'q. Bu narsalarga ahamiyat bermang. Begonalar bo'lishi kerak emas dedim. Ikkinchi qaytarib o'tyapman. Feruz, juda bu robotga o'xshab gapiryapti. G'alati gapiryapti, bildingmi? Shunday dedim. Tezroq ketishga Nima bo'lgani aniq bilishimiz kerak bo'ladi. Qiziqib ketolmay. Baba menga yoqmayapti. Nega bunchalik skeletlar yonida bemalol qo'rqmasdan yuribdi? Bu odam juda yaxshi bo'lsa, menga yoqmayapti. Qishloqda bitta o'zida. Hech kim yo'q, bitta bundan boshqa. Nimadir bitta. Yarim kecha. Yordamim kerak emasmi sizlarga? Yo'q, qurolchi. Qurolingizni tushuning, agarda mana shu skeletlarni qoliga tushishga kelmayotgan bo'lsa, Shunda bu nishingizmi? Saldırgansan. begonalar bo'lishi kerak emas deb 3-marotaba qaytaryapman. Iltimos, gapimga quloq Qilishimiz soling. kerak. Feruz, bu narsani qilishimiz kerak. Men sizlarga hozir kerak bo'lgan blok narsalarni beraman. Shu narsa bilan